Men bunaqasini ko'rmagan. Uyimizdan fasad juda ham noodatiy chiqdi. Ustalarning mehnatiga shu joyda bitta like bosib qo'ygan. Narxi prosta bomba, sizlarni kuttirmay qoldi. Mana shu uyimizda 228 ming deyilyapti. Lokatsiya qayerda desanglar, Yunusobod krugidan 2 kilometr kirganda BYD avtosalonining orqasidagi mahalla botdi. 4 ta dona uy edi, o'sha bittasi baraka bo'ldi, 3 ta dona ulgurib qoldi. Kirishimizni ko'ryapsizlar. Bu yoq qo'limizga keladigan bo'lsa, yozgi oshxona ayollarimiz uchun barcha qulayliklar mujassam qilib qo'yilgan. Sanuzil, oke, ikkita mashinangiz bo'lganda tashqarida bemalol parkovkaga joy sig'adi. Mana qarang, zilon zonadan olgan odam rayhon atirgullarni olib kecha shlanka sepib o'tirishga nima deydi? Qaranglar, uyimizdan fasadni men birinchi marta mana shunaqa chiroyli planirovkada 1.6 sotiga juda ham ixchamgina planirovka bo'libdi. Fasadi ham diqqat e'tibor tortadigan fasad bo'lgan. Yashash maydoniga keladigan bo'lsak, 200 kvadrat tashkil qiladi, ya'ni 3 etaj. Ana endi yaxshilab bitta like bosib qo'ysangiz, uyimizdan ichiga birgalashib sayohat qilamiz. Qani ketdik. Bu esa bizning uyimizga kirib kelish hol qismiga marhamat. Kirishinglar bilan mana shunaqa keng, kattagina panorama oyna qo'yilgan. Ayniqsa olgan odam yaxshi zona qilib, qaranglar, televizorlarga, internetlarga joylar tashab ketilgan, mazza qilib oila davrasida o'tirish uchun bundan zo'r joy bo'lmasa kerak. Ayniqsa ayollarimizga yana bitta qulaylik yaratish, ya'ni ayollarimiz ovqat pishirayotganda hidi chiqmasligi uchun mana shunaqa shishali oynada mana shunaqa yasab qo'yishgan. Ko'rasizlar? Bu juda ham katta plusi. Agar kimgadir yoqmasa olib tashlasa ham bo'ladi. Xo'p, polniy datchiklar qo'yilgan, cho'pli polli, zinalarimiz polniy pastetlarga ega. Bu esa birinchi etajimiz uchun ajratilgan sanuzel, kengligiga o'zingizga bitta baho bersizlar va shuni yonida bitta yotoqxona, zal qani desanglar, zalimiz pastda. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, ana endi sizlar bilan ikkinchi etajga yo'l olamiz. Qani ketdik. Bu esa bizning ikkinchi etajimiz. Ikkinchi etajimizda naqd 3 ta spalni bor. Keling, birinchi sizlarga master spalnini ko'rsataman. Master spalnimizni kattaligiga o'zingizlar baho bersizlar. Отдельный garderob uchun mana shunaqa joylar tashab ketilgan. Shuni yonginasida mana shunaqa o'zining ichida kattagina, kengina sanuzel bor. Katta oynalar ko'ryapsizlar. Bitta oila mazza qilib yashash uchun barcha qulayliklar mujassam, cho'pli pol datchiklari o'rnatilgan. Shuni yonginasiga keladigan bo'lsa, ikkinchi etajimiz uchun ajratilgan umumiy sanuzel va ikkita bizda qavatli bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Marhamat, birinchi yotoqxonaga, shuni yonginasida ikkinchi yotoqxona bo'lyapti. Ana endi sizlar bilan birgalashib podvalni ko'ramiz. Podvalni ko'rib turganingizda kirishinglar bilan kattagina joy, xolisalik kinozona qilib qo'ysalar bo'ladi. Shuni yonginasida mana ko'rib turibsizlar, zal bo'lyapti. Zaliga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Niyat qilganlar bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Yunusoboddan uy qarab yurganlarga bu videoga bitta like bosib tezda o'ziga jo'natib qo'yinglar.